Mana oldindan urilgan Damas avtomashinasining ishini qilishni boshladik bugundan. Damasimiz mana Matiz avtomashinasi bilan lo'qmalab urilgan. Mana morda qismi ichki qismigacha o'tib, mana laboylari, mordalari baland ko'tarilib, laboy joyidan chiqib ketib, sig'may qolgan laboylari. Xo'sh. Mana mashinamizga yangi morda qo'yamiz. Mana bu takidagi chorshaxalari ham qayrilib, surib yuborilgan. Mana mordasini o'zi sivlet qilib shogirdimiz ochib olmoqda. Buni ochib bunga yangi morda o'rnatamiz. O'zi ancha qiynalib qolgan mordasi. Mana bu eshik stoykasi ham surilib, shofer taraf eshikni qisib, petleni qayirib qo'ygan. Xo'sh, ana mordani ochib olib hozir yangi mordani o'rnatamiz bunga. Mana ichki qismlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu zavodskiy tayyor morda. Fara zazor, обрисовка zazorlari yaxshi chiqadi. Mana ichki qismi mana chorshaxasi qayrilgan va ichkariga qarab bir 2-3 sm surib yuborgan, pollarni orqaga surib, eshik stoykani ham orqaga surib qo'ygan. Mana shivlerni ochib olib, unga yangi shivler qo'yib, xo'sh, ana chorshaxasini ham bir donasini almashtiramiz. Tortib tayyorlab oldik. Xo'sh, ana endi buni hozir mana eshik zazorni joyiga keltirib oldik. Eshik qisilib qolgan edi. Stoykani ichki qismidan oldinga yetalab, santimetrlarni o'lchab, joyiga keltirib oldik. Xo'sh, mana bu bir dona chorshaxasini mana shu yerda o'rnatamiz hozir. Xo'sh, ana bu ichki qismi отдельно, ust qismi отдельно. Yangidan olingan. Bu bo'lsa, originali bo'lsa, bundan da sifatliroq. Bu yangisi uncha ham sifatli emas. Mana mordasini qo'yib oldik. Mordalari yaxshi joyiga joylashdi. Eshik zazorlari, ana tummalarini joyiga qo'yib, chorshaxalarini, zazorlarni qo'yib oldik. Mana bu taraf zazor kelishi yaxshi. Mana bu taraf ozgina to'g'ri kelmayapti. Buni ana endi mashinada ozgina to'g'rilab, damkrat berib to'g'rilab olamiz. Mana to'g'rilab ham oldik. Svarkalarni qilib, laboylarini tashab ko'rdik, hammasi joyiga bo'ldi. Mana endi germetikalarni qilib, tachitlarni qilib, shpakilovka